Qora turiyada haqida eshitgandirsiz. Eshitmay bo'ladimi axir? TikTok yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'sha anime qahramonlaringizga qilingan, siyqasi chiqquncha aylantirilgan editlarni ko'rganingizdan keyin albatta bilsangiz kerak. Agar haligacha qora turiyadani shunchaki yovuz insonlar haqidagi ertak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bugun men buni sizga batafsil, odamchasiga tushuntirib beraman. Qulayroq o'ynashib oling, qiziq bo'ladi. Qora triyada atamasi 2002-yilda psixologlar tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Nomidan ko'rinib turganidek, unga inson psixologiyasining 3 ta eng zaharli tarafi kiritilgan: narsissizm, makiavelizm hamda psixopatiya. Keyinchalik izlanishlar natijasida ushbu qatorga sadizm ham qo'shildi va u hozirgi aktual ko'rinishda qora titrat deb atala boshladi. Xo'sh, bu nomlar aslida nimani anglatadi? Narsissizmdan boshlaymiz. Ushbu shaxsiyat kasallari yoshi katta go'daklar kabi xudo kompleksiga duchor bo'lishgan. Boshqa insonlar oldida o'zining soxta qiymatini topish uchun atrof muhitni kishilar shafqatsizlarcha foydalanishga moyil bo'lishadi. Ularning gapga ustaligi, so'zni o'ylab gapirishi va kirishimli aldamchi qiyofasi ba'zida ko'zingizni ko'r qilib qo'yadi. Natijada o'z energiyangiz ularning och egosini oziqlantirish uchun ketib qolganini juda kech anglaysiz. Ha, bizda shundaylarni kibri osmonga teng ham deyishadi, lekin hoy, shoshilmang. Gap hech ham siz haqingizga ketmayapti. Hozirda o'zingizdan ataylab narsist yasab olganlarning yarmi hatto ushbu so'z qayerdan kelib chiqqanini ham bilmaydi. Qisqacha tushuntirsam, Grek mifologiyasida Nargis ismli o'ta ko'rkam yigit yashab o'tgan. Atrofidagilar uni qanchalik ardoqlab sevishmasin, u hammaga bir xil sovuq javob qaytargan. Bejizga keyinchalik hassas mabudasi Nemesida uni qarg'ib, o'z zaksiga abadiy mahliyo bo'lish jazosiga duchor qilmagan. Nargis ko'l bo'yidagi aksidan ko'zini uza olmay, ochlik va tashnalikdan o'sha makonning bir qismiga, ya'ni gulga aylanib ketgan emish. Endi tushungandirsiz, narsissistik shaxsiyatga ega bo'lish unchalik ham maqtansa arzigulik jihat emas. Agar kimdir o'zini ishonch bilan men narsistman deb ta'kidlasa, ko'p hollarda uning hali voyaga yetmagan aql-xom shaxs ekanini tushunavering. Axir ilmiy izlanishlarga ko'ra, yer yuzidagi aholining atigi 1,5% ushbu patologik turga kiradi. Makiavelizm kelib chiqishi uyg'onish davri yozuvchisi, diplomati va siyosiy strategi Niccolo Machiavelliga borib taqaladi. Chunki aynan o'sha adib o'z asarlari ila xalqning oddiy aholining ko'zlarini biroz bo'lsa ham ochishga muvaffaq bo'lgan. U o'zining mashhur hukmdor asarida qirollikning yashirin o'yinlari, hokimiyatni ushlab turishning qabih va fitnaviy rejalarini ayon qilgan. Machiavelli o'z maqsadiga erishish yo'lida hech qanday axloqiy to'siqlarga qaramay, insonlarni xuddi shaxmat donalaridek ishlatgan holda har bir imkoniyatni sovuqqonlik bilan foydalangan. Hozirgi zamondagi Machiavelli deb aytishga arziydigan ertaknoma yoki anime personajlardan Yagami Light yoki Lelouchni misol qilsak bo'ladi. Ular ham o'z g'oyalariga erishish uchun kuchli strategiyani ipidan ignasigacha hisoblab chiqadigan abjir shaxslar edi. Psixopatiya bu insonning emotsiya va haqiqiy his-tuyg'ulardan butunlay uzilib qolish natijasida ro'y beradigan mavhum va dahshatli holat. Ushbu turdagi shaxslar haqida mashhur yozuvchi Robert Greene aytadiki, biz ularni ko'chada, ishida va har kungi hayotimizda uchrashimiz mumkin, lekin ularning niqobi shunchalik mukammalki, kim psixopat ekanini aniqlash deyarli imkonsiz. Afsuski, bu rost. Psixopatlar ich-ichidan na qayg'u, na pushaymonlik va na empatiyani his qila olishadi. Siz ko'rgan serial killerlar ham aynan shu toifadagi ijtimoiy yirtqichlardir. Ularning ajralib turadigan eng asosiy xislati impulsiv tarzda qonun qoidalarini pisand qilmaslik, jazodan qo'rqmaslik va tavakkalga o'ta moyillikdir. Hayotingizda hech shunday sovuqqon maxluqni uchratganmisiz? Sadizm bu shunchaki xarakter xislati emas, bu haqiqiy ruhiy og'ish. Axir sopi-soq odam o'z-o'zidan bunday vahshiylikka qo'l urgan bo'larmidi? Sadizm ko'pincha bolalikdan chuqur travmalardan rivojlanadi. Bu jihatga ega insonlar jismoniy yoki ruhiy qiynoqni, azoblashni va o'z qilmishlaridan lazzatlanishni yaxshi ko'rishadi. Ular o'z o'lchalarini qiynashdan faqatgina qabih bir zavq olishadi va hech qachon afsuslanish nimaligini bilishmaydi. Va bu lazzat ostida qanchadan qancha qurbonning fojiasi yotibdi. Boshqa toifalardan farqli o'laroq sadist o'z shaxsiy maqsadiga erishishni o'ylamaydi. U zararni shunchaki zarar yetkazish jarayoni unga qiziqarli va yoqimli bo'lgani uchungina amalga oshiradi. Ana endi ushbu ma'lumotlarni bilganingizdan so'ng mavzudan ozgina bo'lsa ham xabaringiz bor. Hech bo'lmasa boshqa odamlarning oldida o'zingizni pozerlik qilib sharmanda qilmaysiz. Men psixopatman, men narsissistman deb aqllik ham qilmaysiz. Agar yana shu kabi inson tabiatining qorong'u mavzulardagi videolar ma'qul kelgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda ulashing.